Mana shu panel zadacha. Endi panel zadachada nastroyat qilishni ham tushuntirib o'taman. Ya'ni sizga mana рабочий stoldagi mana bu Photoshop dasturi doim ham masalan panel zadacha sizga ishchi stoldan ham ko'proq kerak bo'ladi. Chunki nimaga desanglar, masalan, mo'l kompyuterdan qanaqadir papka bilan ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana disk ichida nimadir ish qilib yuribsiz. Shu holatda sizga ishchi stol ochiq bo'lmaydi. Ishchi stolga bu joydan chiqib ishchi stolga o'tishingiz kerak. Lekin panel zadacha doim pastda ochiq turadi, e'tibor bering. Va panel zadacha ishchi stoldan ham muhimroqligini shu joyda tushuntirib beryapman. Yoki qaysidir dasturda programmani ichida ishlayotganingizda ham siz ishchi stolda bo'lmaysiz. No, panel zadacha ochiq siz uchun doim. Va shuning uchun eng muhim narsalar panel zadachaga olib qo'ygan yaxshi. Chunki men masalan hozir Photoshop ishlab o'tirgan bo'lishim mumkin. Telegramda man bitta tugmani bosish orqali Photoshopdan Telegramga o'tib keta olaman. Ichki stolga yo'q. Photoshop pastga tushirib, ichki stoldagi dastur topib, uni ichiga kirishim kerak. Ko'rasizmi? Ichki stoldan ham muhimroq panel zadacha. Ko'pchilik bu panel zadachani qadrini bilmaydi. Sizlarga endi qarang, mana Photoshop sizga juda ham muhim bo'lsin va panel zadachada turishi kerak. Uni nima qilamiz? Photoshop dasturiga mishkan o'ng tomon bosasiz va mana shu joydan mana закрепить на panel zaдач deyapti. Panel zadacha закрепить qo'yish. Mana shu tugmani bir marta bosasiz, mana Photoshop panel zadachada paydo bo'ladi. Va bu siz qayerda bo'lsangiz ham panel zadachada Photoshop turaveradi. Kerak bo'lganda bosib ishlatib turasiz. Va bu joydagi kerak emas narsalarni olib tashlash, masalan Photoshop sizga kerak emas, lekin panel zadachada turibdi. Mishkan o'ng tomonini bosasiz, mana открепить от panel zaдач. Panel zadachadan olib tashlash. Shuni bosasiz, mana panel zadachada yo'q. Menga ham mana web kamera to'g'risi umuman kerak bo'lmayapti, lekin kerak deb olib qo'yganman buni. Mishkan o'ng tomonini bosaman, открепить panel zaдач. Sizlarni ironing web kamera degan dasturimdan voz kechdim. Panel zadachada turishidan. Kompyuterga qanaqa papka yoki fayl yaratib bo'lmaydi. Mana shu yerda ham yana bitta sizlarga o'rgatib ketadigan narsam, masalan bitta Excelda fayl yaratib turib, unga C bilan yozilgan kon qilib saqlayman deb yozsanglar, enter bossanglar xatolik beradi. Bu ko'rinishda kon mumkin emas. Papkada ham mumkin emas. Sajdatga kirib, papkaga kirib mana C O N 3 harf kon. Enter bosaman xatolik beradi. Bunaqa nom qo'yib bo'lmaydi. Kon. Sababi bu Bill Gatesni bolalikdagi laqabi bo'lgan. Maktabda inglizchada kon nima degani desanglar, bu botanik deydi-ku, o'qiydigan bolalar achchiq taqib yuradi, doim o'qiydi. Mana bu ko'cha hayot emas, o'rtalar bilan hayot unutilgan. Faqat dars. Shunaqa ko'rinishda kon deb Bill Gatesga laqab qo'yishgan, botanik deb. Va shuni Bill Gates yomon ko'rgan va Windows hamma versiyalarida papka va fayllarga kon deb nom qo'yish taqiqlangan. Kompyuterni internetga ulash. Ya'ni siz kompyuterni yoqdingiz, masalan, kompyuter yongan, internetga qanday ulanadi bu? Ya'ni siz kompyuter o'zidan o'zi internetda bo'lmaydi. Agar uyingizda домашний kompyuter bo'lsa, PC bo'lsa, ya'ni prosessor alohida, monitor alohida kompyuter bo'lsa, unga alohida sitevой kabel ulangan bo'lishi kerak, LAN kabel. Shunda internet ishlaydi unda. Notebookga ham ulasa bo'ladi LAN kabelni. Telefoningizdan Wi-Fi tarqatgan bo'lsangiz, mana bu panel zadachadan mana bu yerni ochasiz va mana bu yerni rasmi turadi. Menda Wi-Fi ulangani uchun mana Wi-Fi to'lqin rasmi turibdi shu joyda. Sizda yerni rasmi zapret belgisi turgan bo'ladi X. Mana shuni bosasiz, mana bu yerda mana tarqatilgan Wi-Fi'lar chiqadi. Sizlar istalgan bittasini bosib, mana ikki marta bosasiz, parol terisi chiqadi. Parol terib, подключитni bosasiz, mana shu yerdan загрузка ketib turib, Wi-Fi ga ulanadi. Internetga qanday kiriladi? Shunaqa muammo ham yangi foydalanuvchilarda bo'ladi. Ya'ni internet, men kompyuterda ma'lumot qidirmoqchiman, nimadir ko'chirmoqchiman, qayerdan qilaman? Ya'ni mana bu yerni rasmi mana to'lqinga aylangandan keyin, Wi-Fi ga ulanganingizdan keyin internetga kirish uchun brauzerlar kerak. Ya'ni veb-saytlarni sizga yo'naltirib beruvchi dasturlar. Bu Chrome bo'lishi mumkin, Yandex bo'lishi mumkin, Microsoft Bing bo'lishi mumkin. Sizlarga Chrome ko'rinishida tushuntirib beraman. Chrome yozilgan bo'ladi. Ko'pchilik Chrome deydiganlarni ham uchratganman. Bu mana ko'rinishi mana bu. Google rasmi turadi mana. Mana bu panel zadachada turibdi menda. Mana yashil, qizil, ko'k. O'rtasi dumaloq. Mana shuni bosib kiraman mana. Bunaqa Google ko'rinishi chiqadi mana. Mana Google'dan mana bemalol narsa qidirishingiz mumkin. Masalan, sizga nima kerak? Masalan, Ramazon oyi taqvimi. Ramazon taqvimi 2025. Mana shuni bosib, enter bosasiz.
Shu joyda mana ma'lumotlar chiqadi. Mana shu saytlar chiqdi. Mana aniq uz namoz vaqtlari degan saytlar chiqdi. Shularga bossangiz shu saytlarga kirib ketasiz. Yoki kartinkaga o'tsangiz mana rasmlar chiqadi. Mana Ramazon taqvimlari, rasmlar. Videoga tushsangiz videolar, novostiga yangiliklar. Yoki mana videoga turgan joyingizda mana bu saytlardan eng yaxshisi qaysi deb o'ylaysiz? Mana gazeta.uz bilan ishonchli. Mana bosasiz, gazeta.uz saytiga kiradi. Mana gazeta.uz saytini mana Ramazon taqvimlari. Shu ko'rinishda internetda ma'lumotlar qidirishingiz mumkin. Mana bu taqvimlar, mana qidiruvdan tashqari mana bu tepa qismga veb sayt yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, qanaqadir sayt. Bu veb saytni yozasiz. Masalan, daryo.uz mana. .uz, .com domenlari bilan to'liq yozasiz. Shu saytda o'ziga avtomatik kiradi. Ya'ni qidirmasdan saytda o'ziga kirish. Google'da ham, Yandexda ham hammasida bir xil ishlaysiz. Telefoningizdan yoki o'rta ovoz kompyuteriga o'zingiz kompyuteringizdan internet tarqatib bermoqchisiz. Ya'ni sizniki kabel orqali internetga kirgan noutbukdan boshqalarga tarqatib berishingiz mumkin. Bu qanday qilinadi? Buni ham panel zadachada mana o'ng tomonga kirasiz. Mana bu Wi-Fi rasmi turibdi. Shunga shuni bosib, mana kirganingizda mana 3 qismdan iborat bu joy. Mana bu birinchi Wi-Fi'da siz boshqalarga ulanishingiz va atrofingizda tarqatib turgan Wi-Fi'lar. Yonida rejim samolyotga qilsanglar, polyot rejimiga tushib qoladi. Bunda to'lqinlar ishlamaydi umuman. Va uchinchisi mobilniy hotstop. Mana shu Wi-Fi tarqatadi. Mana shuni bosasiz va sizdan Wi-Fi tarqashni boshlaydi. Shuni mishkan o'ng tomonga bosib, period parametriga kirsangiz, siz kompyuteringizdagi mana kompyuteringiz nomi, email set, Wi-Fi nomi va sетевой parol, parolni nomi. Shu orqali mana siz qidiruvda nima deb chiqasiz va nima parol bilan sizga ulanishadi. Shuni ko'rib olib, ko'rsatib berishingiz mumkin.